Uf, nimaga bu gugurt yonmaydi-ya? Aye, balkim sovuqligidandir. Ana yondi, sanlar turlaring. Bir qo'shnilar urug'diga. Voy, bu nima? Gugurt Xitoynikimi? Aye, telefon yeb turing. Uf, obbo, bunisi ham sim ketdi. Jim tur, o'zi telefonim chiqib yotibdi. Uf, rostdan Xitoy ekan-a. Singlim. Voy, qomadi-yu. Hoy singlim. Bor magazindan bitta gugurt olib kel. Hop. Hey, tekshirib olgin, yonadigan, sinmaydigan bo'lsin. Aha. Keldingmi, tez bo'l. Qani? Nima bu? Opa, hammasini tekshirib ko'rdim. Hammasi yonar ekan. Bittasi ham sinmadi. Voy, tot.